Endi bu yoqqa o'tishingiz kerak. Bo'l, ana qiling. Bir yo tarafi bukildi, ikkala tarafi shunaqa bukiladi. Mana truba gibimizga stopper qo'yilgan. Mana to'g'ri kirib keladi. Bu yoqqa stopperga tegadi, bo'ldi. Hozir ikkinchi tarafi bukilgandan keyin bo'ldi, taqaldi. Mana trubamizning ikkinchi tarafi bukiladi. Bukilgandan keyin qadrdonlar mana shunaqa dugaga aylanadi. Bularni biza mana xudo xolasa ana endi ko'ryaptimi masshtabi qadrdonlar. Mana shu terilarimizgacha issiqxona qilamiz. Mana ikkita tirsagini bukyapmiz. İki, üç, dört, beş, altıda, mana yettida mana shu chetida tirsagiga reja qilganmiz. Mana xudo xolasa buni kiyilayotganda ham ko'rsataman. Mana keyin o'rtasini ham bukilgan. Mana bu ustida shablonda yozib qo'yganmiz. O'rtasini 11 marta mana 11 marta mana shu o'rtasini gidravlikada bukkanmiz. Ikkita tirsagini bukyapmiz. Xudo xolasa qo'yilayotganlarini ham videosini qo'yib boraman qadrdonlar. Mana xudo xolasa yaqin kunlarda bitiramiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Ko'pchilik aytgan edim, xudo xolasa o'zim issiqxona qurayotganimda qanaqa materiallardan foydalanyapman, qanaqa qilib quryapman, bular to'g'risida to'liq video qilaman degan edim. Qadrdonlar, 25 talik stenkasi 2 li truba 10 metr, 32 li stenkasi 2 li 2,5 metrdan olib keldim. Hozir sizlarga ketma-ket ko'rsataman qilayotgan ishlarimizni. Qadrdonlar, bukilganini, qanaqa qilib bukilishini videoga olib qo'yganman. Mana uchi uchli bo'lyapti va ikkita yonini mana bukyapmiz. Mana bittasi bukilgan. Mana ikkita yonini bukyapmiz. Undan keyin mana uchi bukilgandagi holati. Mana qadrdonlar, mana shu 200 metrni oxirigacha xudo xolasa qadrdonlar mana xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Faqat bu yerda faqat setka uchun qilayotganimga orasini 3 metrdan qo'yganman. Hozir issiqxona bo'ladigan joyi ko'rsataman qadrdonlar. Mana qadrdonlar, bu ikkinchi 60 metrli issiqxonam bo'ladi. Stoykalari mana 1 metrdan tushgan. 1 metrdan 32 talik 2 stenkali tushgan. Bunga 25 talik 2 stenkali kiydiriladi. Qadrdonlar, xudo xolasa issiqxonam bitganda to'liq mana shu yerdan videolarini qo'yib boraman. Kuzatib boringlar. Bu yerda ikkita issiqxona, bittasini yangicha Koreyadan yangi texnologiya kelyapti, UBD gidroponikaga. Koreyani o'zidagi yangilik qadrdonlar. Bitta issiqxonamni 100% UBD qilaman. Ikkinchi issiqxonamni 100% pokeli qilaman va sizlarga doimiy videolarni qo'yib boraman. Qadrdonlar, 200 metr uzunlikda joyimiz. Mana hozir yo'lda birinchi qurgan issiqxonam.
Mana yoni 32 talik 2 stenka, tepasi 25 2 stenka. Qadrdonlar, ikkita issiqxonani qurib oldik. Mana endi 3-chisini qursak, xudo xolasa 2 kun 3 kunda bitiramiz, xudo xolasa. Qadrdonlar, kuzatib boringlar. Doimiy mana shu joyimda qilayotgan ishlarimni to'liq videolarini qo'yib boraman.